Avtomatizmdan ham olib qolganimizga salkam 3 kun bo'libdi-da. 3 kun ichida biz qanaqa holatga erishdik? 3 kun oldin men egalaridan mashinani olib qolishdan oldin bunaqa holatda deb o'yladim. Bu avtomatizmni qanaqa qilib bu holatga olib kelishimiz uchun ustamiz bilan ozgina o'ylab qoldik. Lekin tavakkal harakat qildik, egalariga yoqish uchun bor mehrimizni berib, bor kuchimizni berib, mana shunaqa natijalarga erishishimiz uchun biz ancha harakat qildik. Lekin mashinani egalari bunaqa holatdan bizni bunaqa holatga olib kelib berishimizni kutmovdilar. Lekin mashinani egalari sotib olgan boshqa insondan ko'ngillari bo'lmagani uchun yomon holatda yurgani uchun bizadan Carbomaxdan tanlov qildilar. 1,5 kun ichida shu patolonni mana shu holatga keltirishga ketibdi, ishonasizlarmi? To'g'risini aytsam, 3 kun davomida shu mashinani o'zim bitiraman deb o'ylamagandim, chunki mashinani ishi shunaqa og'irligidan, ishlari, mehnatlari ko'pligidan ishlaganda bizada shunaqa oxiri rezultatga erishdikki, Carbomax chexollarini taqdik. Bo'ldim, oxiri sideniya ochildi. Salonlarning ichini qaranglar. Salonlarning ichi turpoligidan keyin mehr berdi, rezultat mana shunaqa holatga keldi. Zo'r chiqqan. Aha. Ko'rdim. Nima deydi? Bag'ridalam ochildi. Oldingi holatidan bu holatni ko'rgandan keyin.